Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan kompyuter ishlatishni endigina boshlaganlardan tortib, ko'p yillik kompyuter savodxonligi tajribasiga ega bo'lgan barcha uchun foydali garchi klavishlar yoki hotkeys, ya'ni 10 ta eng kerakli qisqa klaviatura kombinatsiyalarini ko'rib chiqamiz. 1. Win plus E tugmalari. Bu tugmalar yordamida istalgan paytda kompyuteringiz fayl menejeri, ya'ni kompyuter xotirasini ko'rsatuvchi papka oynasi ochiladi. 2. Alt plus Tab. Ba'zida biz kompyuterda bir nechta oynalar yoki dasturlar bilan bir vaqtda ishlashimizga to'g'ri keladi. Shunday paytda Alt tugmasini bosib turgan holda Tab tugmasini bosaversak, birin-ketinlik bilan barcha ochilgan dastur yoki oynalarga o'tish mumkin bo'ladi. Win plus M. Ko'pgina oynalar bilan ishlayotganimizda ba'zida bizga o'z rabochiy stolimizni ochishga to'g'ri keladi. Bunday paytda Win plus M tugmalarini bosib, biz barcha ochilgan oynalarni pastga menyuga qisqartirib qo'yamiz. Endi o'z ish stolimizdan bemalol foydalansak bo'ladi. Win plus raqamlar. Alt plus Tabni o'rniga yana ham qulayroq bo'lishi uchun Win tugmasi bilan biror bir raqamni bossak, bizga o'sha raqamda ochilgan oynani asosiy oyna sifatida ochib beradi. Misol uchun, Win plus 1 ni bossak, biz ishlayotgan birinchi oyna ochiladi. Agarda Win plus 2 ni bossak, ikkinchi oynani asosiy qilib ochib beradi. 5. Win plus L. Ko'p hollarda uzoq vaqt